Hozir men sizlarga PUBG da qanaqa ishlaydi, nima qanaqa hammasini ko'rsataman. Oldingi safar aytuvdinglar, Realme da katta FPS ishlaydigan. PUBG uchun nomer 1 telefon bormi deydilar. Realme 15 Pro. Maksimum FPS, maksimum chastota kadrov. Bolalar xo'p, mana telefonni o'zi zaryadkalari bilan chiqargan. Wow. Men hali o'zim ham ko'rmagandim, bolalar maza qilib ishlataman bu telefonni. Mana buni qaranglar. Ekranlari даже salgina qayrilgan, mana buni qaranglar. Bu imonni o'yin uchun chiqarilgan. Bundan oldingi obzor qilgan telefonimdan da kuchli telefon Realme 15 Pro. Hozir men sizlarga PUBG da qanaqa ishlaydi, nima qanaqa hammasini ko'rsataman. O'zini juda ham sifatli bo'lgan chexolni ham qo'shib berishar ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Menimcha bunaqa telefonda PUBG o'ynash вообще kayf bo'lsa kerak bolalar. Hech qanaqa video emas, mana giroskop. Orqamga qarayman. Faqat hid. Mana yaqin kelib oldi. Hozir ko'ramiz, ближний bo'yda telefon o'zini qanaqa tutadi. Hop, mana masalan dushman. Tutib berdi. Qani endi reaksiya qilib ko'ramiz, bu telefonda qanchalik o'xshar ekan. Dushman, orqa, и сразу. Bolalar, telefon o'yin testlarimizga juda ham zo'r chidab berdi. 7000 amper bu degani oddiy rabochiy ishlatsangiz ham bemalol 2 kunga yetib beradi. Germaniya kompaniyasi bunga 4 yil garantiya bergan. Bu degani 4 yil umuman qotmaydi. Bu telefonni 7.699 mingga sotib olasiz. 4-5 yil yoki 6 yil telefon haqida umuman unutsangiz ham bo'ladi. Ingichkaligi iPhone Air'dan da ingichka. Telefonimiz xotirasi 512 GB, operativniy pamyati 12+15 bo'ladi. iPhone'ni 20 millionga sotib oldingiz deylik. U 120 Hz bo'ladi. Bizani 7.699 ming Realme 15 Pro ni sotib olsangiz, bu telefonimiz 144 Hz. Maxsus taklif orqali 30 ta birinchi sotib olgan insonga tekinga qo'shimcha telefonlarimiz qo'shib beriladi.